vafot etishligidan oldin qalbi o'ladi degan ekan. Ibn Abbos radhiyallohu anhu kim olimga aziyat yetkazsa, dar haqiqat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aziyat yetkazibdi. Kim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aziyat yetkazsa, dar haqiqat Alloh azza va jallaga aziyat yetkazibdi deb Majmu' Sharhul Muhazzabda mana shu so'zlarni Ibn Abbos keltirgan ekan. Endi ularni g'iybat qilishlikning xatari juda ham xavfli ekanligi haqida Imom Ahmad rahimahulloh aytadilar: ahli ilmlarni g'iybat qilish, ularni obro'siga til tekkizish zaharlangan o'limtik go'shtini yeyishlikdir degan ekanlar. Ahli ilm ulamolarga til tekkizgan inson vafot etishligidan oldin qalbi o'ladi degan ekan. Qalb o'lishligi hidoyatdan mahrum bo'lishligi deyilgan. Inson qalbini o'lishligi, hidoyatdan mahrum bo'lishligidan katta musibat yo'q.